Assalomu alaykum do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Sizlarga yangi videolarda ko'p turganimdan xursandman. Bugungi videomizda biz sizlar bilan birgalikda sun'iy intellektda qanday qilib mana bunday oddiy rasmlarni mana qanday qilib mana bu holatga keltirishni sizlarga o'rgatib chiqaman. Hozirgi kunda bu trendga aylanib boryapti. Instagramda ham, boshqa tarmoqlarda ham albatta bittasini uchratgansizlar buni. Hozir men sizlarga qanday qilib buni qilishni o'rgatib o'tib ketaman. Xo'p do'stlar, birinchi qiladigan ishimiz Google Chrome'ga kirib olamiz. Google Chrome'ga kirib turib, bu yerdan banana prompts deb yozamiz. Banana prompts deb yozsak shu saytga kiradi. Banana prompts XYZ degan saytga kiramiz va bu yerda bizda juda ko'plab promptlar bor. Mana bu rasmlarni o'zimizga yoqqanini tanlab olsak bo'ladi. Premium bo'lsak premium. Bu premiumlar albatta pulli. Pulni to'lab turib bemalol sotib olishingiz mumkin. Agar menga shunaqa pulligidan kerak desanglar, biz esa osongina bepullarni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bu yerda qo'shimchalarni qirsak qo'shimchalar bor. Ya'ni biznes deyapti, boshqacha inglizcha til hammasini to'liq biznes qilib ko'ramiz. Bu yerda mana bunday ko'rinishdagisini kopировать qilamiz. Mana birinchida turgan fotografiyasini. Va endi nima qilamiz desa, prompt ko'chirib oldik. Buni ko'p kopировать qilganimizdan so'ng yana bitta plyus ochib turib Gemini deb yozamiz. Gemini sun'iy intellektga kiramiz. Bu yerda instrument bo'limidan instrumentdan изображениеni tanlab olamizda. Добавить fayl qilib turib o'zimizda rasmlarimizni 3 ta fayllarimizni yuklaymiz. Hozir faqat bittasini sizlarga ko'rsatib beraman. O'zim rasmimni juda ko'p faqat rasm uchun ishlaman. Buni bu rasmimni olaman. Shu rasmni olib turib promptni shu yerga joylaymiz. Kopировать qilgan promptimizni shu yerga joylaymiz va отправить ni bitta bosamiz. Birozgina kutamiz. Birozgina kutganimizdan so'ng shu promptni bizdan oldin hozirgi mana bu holatdagini bizga joylab beradi. Mana shu holat. Agar sizlar boshqacha stildagi boshqacha narsalar kerak bo'lsa, albatta shu saytdan olsanglar bo'ladi. Pastga silka opsiyani ham yozib qoldiraman. Bizda promptimiz tayyor va mana bizni shu holatda tayyorlab berdi. Gap so'z bo'lish emas, deyarli yuz tuzilishimiz o'zgarmagan, hamma yo'g'i joyida. Shunday qilib sizlar ham foydalansanglar bo'ladi. Sizlarda ham bu ish bergan bo'lsa, albatta kommentariyada fikringizni yozib qoldirib keting. Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Har xil promptlarni tayyor sizlarga Telegram kanalimda yozib qoldirib ketaman. Va kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr sog'lom bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishamiz.